Bugun qadrdonlar ko'p, sozanda, xonanda, bastakor, oriyat dononi ochilish vaqtlarida bir necha shingillar, bir necha jingillarimizda beg'araz, begidir xizmat qilgan, qadrdon bo'lgan Habibullo Shamsiyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum azizlar tinglovchilar, qadrdonlar, menga o'xshagan muxlislar, oriyat dononi tindirmasdan eshitadiganlar. Omon bo'linglar. Bu nafaqat oriyat dononi xalfani dasturini, balki sizlarni hammanglarni chiroyli bayraminglar, hammamizni bayramimiz bu, chunki oriyat dononi ushbu dasturini ham qatnashchi o'laroq, ham tinglovchi o'laroq juda yaxshi ko'ramiz. Ham qatnashganimizda jo'shib kuylaymiz, eshitayotganimizda jo'shib tinglaymiz. Shunga sizlarga muborak bo'lsin, Bahodirjon. Salomat bo'ling. Mana bir pasda ko'z ochib yumguncha 20 yil o'tib ketibdi. Mendan oldin ham ustoz san'atkorlar barchalari qutlashgan albatta. Qulog'im bir uchi bilan Davron akam Qodirovga eshitib qoldim. Bu narsalarni eshitdim-u, darrov chopib kelaverdim. Endi pastda turgan bizdan yoshlari ulug' ustozlarimizdan men uzr so'rayman. Men favqulodda sozanda bo'lib kirib qolib, mana endi haligi nima deydi, erkalik qilib bitta ashula etib sizlarni qutlab ketmoqchiman. Muborak bo'lsin. Xo'p, bo'ladi, yashang. Endi Rustam qori Tursunov repertuarlaridan aytamiz. Bugun favqulodda qo'limda hamma narsa favqulodda bo'lyapti. Akordeon. Shu akordeonga quloq tutasizlar. Yonimda Dilshodjon boyagidagi mana Sherzod boy. Marhamat, salomat bo'linglar, eshitinglar. Yana bir bor bayraminglar qutlug' bo'lsin. Jahonda yaxshilar ko'pdir, yomonlardan hayo qilg'ay. Jahonda yaxshilar ko'pdir, yomonlardan hayo qilg'ay. Yomon o'z qo'shnisi bilan tun kun mojaro qilg'ay. Shirin so'z, xushsuxanlik har kishiga baxt keltirgay. Yomon til shumligi boshingga kulfatni ravo qilg'ay. Yomon til shumligi boshingga kulfatni